Ey xudo, yana uxlab qopti-ku. Endi buni qanday uyg'otaman, xotin? Ey! Qanday uyg'otaman? Ey! 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 Dur! Dur deyapman, dur! Dur! Saychi, dur! Dur! Dur deyapman senga. O'zingdan ko'r. Xotin tursangchi, jon xotin tur. Buni nima qilay? Aytinglar, nima qilay? Nima qilaysin? Nima qilay? Bunaqa qiynoqdan keyin o'lgan odam ham tirilib ketardi. Tur begim, iltimos, ukolimi qo'y. Tur xotinjon, menga qara. Men senga mana tilla zanjir olib keldim. Qara, senga mana tilla zanjir olib keldim. Qara, tursangchi. Bo'lyapti, siz xavotir olmang, boja. Bo'lyapti. Mana kecha ham Yo'q, men umuman dunyo ishlarini so'rayapman. Ha, endi boja dunyo ishlari bir xilda ketaveradi-da. Opangiz uyqusi chatoqda. Bir uxlasa uyg'otish it azobida. Yuringlar. Alo. Ne yapacaksın? Pulli hidi shirin-da. İşlariz bo'lyaptimi? Yo'q, bo'lmayapti. Sening uchun yolg'on gapira olmayman. Chidolmayman boshqa. Qara senim, uyat bo'lsa ham aytaman-da men. Xotinjon. Lekin bo'ladi, qara. Bo'ladi. Ana, senim qara ijod qilyapmiz. Mana yangi uchastkalarni ham boshlab oldik. Ora-orada ora-orada shu omonatni ham bajarishga sal-pal harakat qilib qo'yapmiz. Kecha doktorga boruvdik degan. Xo'sh, Shu er-xotin Antaliyaga borib dam olib kelinglar, shunda 90% maqsadlarga yetishasizlar dedi-da. Voy, aynan bizga buyurtma berganing. Allohim senga qo'sha-qo'sha egizaklardan berdi. Ilohim eng zo'r farzandlar bo'lsin. Tabriklayman. Sizni qoningiz to'liq tozalangan. Siz endi bemalol Rosa 1 yil deganda erlik bo'ldim. Doktor kecha meni boshim aylanayotgandi-da, shunga anasi topshirdim. Javoblarni ayting. tak. Sizni oma sal qonish kamroq. Sizni 3 marta tekshirdik qoningizni. Sizda 8 haftalik homila bor. Nima? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. 100% garanti. Men homiladorman. Axir biz erim bilan 1 yil mobaynida ayting dadasi. O'zing qattiq uxlaysan, xotinjon. Au, meni kechir. Nima?